Assalomu alaykum do'stlar. Erkin bilan ingliz tili YouTube kanalimga kelganingizni qizg'in qarshi olaman. Bugun biz yangicha mazmun ustida ingliz tili o'rganish to'g'risida tayyorlik qilib o'tiribmiz. Agar Erkin bilan ingliz tili YouTube kanaliga texnicha abonent bo'lmagan bo'lsangiz, qizil rangli subscribe buttonini bosib, abonent bo'ling. Yendiki qo'ng'iroq belgisini bosib qo'ysangiz, yangi chiqqan videolardan dal vaqtida ko'ra olasiz. Agar har qanday taklif fikrlaringiz, savollaringiz bo'lsa, videoning ostidagi comment section, ya'ni inkas qismiga yozib qo'ysangiz bo'ldi. Bu videolarni boshqa do'stlaringizga, atrofingizdagilarga, o'zingizning sosial medialar orqali taqdim qo'ying. Yaxshi narsalarni amaylan birlikda bahramlanaylik. O'zimning normalda odat ishlatilgan kameralarımdan sal chatoq chiqqanlik munosabati bilan bugun bosh sharoitda filmga tortib o'tiryapman. Ovozda, suratda sal yetersizliklar bo'lib qolsa, to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. U kameralarning o'ng ishlashini saqlab o'tirsam, yil oxiri hozir o'zinglar bilsizlar, internet aldirash mazgili bo'lgandan keyin sal vaqt so'zilib ketgandek. Shuning uchun ottapqicha eshak men deb bosh sharoit bilan video tortib o'tiryapman. Unda bo'lsa darsimizni boshlab ketaylik. Agar Erkin bilan ingliz tili YouTube kanalining sodiq ko'rmani bo'lsangiz, bu kanalimning xarakterini obdan bilsiz. Bu kanalda ingliz tiliga munosabatli, ingliz tili o'rganishga munosabatli bo'lgan ixcham, oddiy, yangicha mazmunlar yo'llanib turildi. Bu kanalning yana bir alaylik bo'lsa, maqol tamsil, idiom, hikmatli so'zlar degandek mushkil ifodalar shakllarini Uyg'ur tilidagi va ingliz tilidagi birlikda o'rganamiz. Bugungi videomizda bo'lsa, shu odam badaniga munosabatli bo'lgan ifodalar shakllari, ya'ni idiomlardan intayin oddiy bo'lgan, intayin o'zingizning tushunishiga va asli saqlab olishingizga intayin qulaylik bo'lgan odam badaniga munosabatli bo'lgan body idiomslardan bir qanchani ko'ramiz. Unda xos diqqatingiz davomli videoda bo'lsin. Number 1, to be out of your mind. To be out of your mind deganimiz, xuddi bu yerga mind deganimiz sizning qalbingizning ichidagi mush o'ylaydigan o'y fikr xiyollaringiz out of your mind bo'lsa, qalbingizdan chiqib ketishini, qalbingdan ketdingmi deb qo'yamiz Uyg'ur tilida. Xuddi shuning o'xshash, sarang bo'lib qolishni yoki be crazy. Demak bu to be out of your mind degani bo'lsa, to be crazy bilan o'xshash ma'no ifodalaydi. Ya'ni qalbingdan ketdingmi, sarang bo'ldingmi? Agar biror do'stingiz yoki ma'lum biraylar sizga qalbingizdan o'tmaydigan, intayin hayron qolarlik bo'lgan, ahmoqona bo'lgan mushtaq bir ishlarni qilganni yoki da'vat desa, are you out of your mind desangiz, nima degan gap deganda, "Tishqto, qalbingdan ketdingmi nima? Normalmisan?" degan ma'no ifodalaydi. Intayin ko'p qo'llandi. Number 2, pain in the neck or pain in the deganimiz bo'yin. Pain in the neck bo'lsa bo'yin og'riqi. Sizlarning bo'yiningizga og'rib qolamdi bilmadim. Meni doim shu yotgan chog'da maymoq yetib qolamiz deymiz, Uyg'ur tilida maymoq yetib qolibdiman deymiz. Yostiq yoki boshqa sabablardan to'g'ri bo'lmagan shaklda yetib qolsa, kech tuxilganda yoki yostiqlarimiz maymoq bo'lib qolsa, bo'ynimiz og'rib qoldi. Meni doim bo'yinim og'rib qoldi. Bu bo'yin og'riqning dardini obdan bilmay, bo'yin og'riqning qanday bo'lganligini men obdan bilmay. Agar sizning ba'zida işte bo'yiningiz og'rib qolgan bo'lsa, bu bo'yin og'riqning qanday bo'lganligini obdan bilsiz. Ingliz tilidagi bu xil bo'yin og'riqi degan ifoda shaklining ma'nosi nima degan chaqda, shunda odamni bezor qildigan, chidig'isiz, shunda odamning ichini pushirdigan ish yoki odamlarni tasvirlash uchun ishlatiladigan ifodalar shakli. Masalan, this is such a pain in the neck yoki he is such a pain in the neck bo'lsa, voy bu adash yoki bu ish zot odamni ichini pushiradigan bir ish bo'ldi, odamni zeriktiradigan bir ish bo'ldi. Bu pain in the neck deganning ingliz tilidagi sal qo'polroq, sal satrak deb qo'yamdik. Ifodalar shakli bo'lsa pain in the. Number 3, play it by ears. Play it by ears. Quloq bilan o'ynaylik. So'zma-so'z tarjima qilsak, uni quloq bilan o'ynaylik. Qani qarab boqaylik degan ma'noda. Nima degan gap deganda, bular bir gap, qani qarab boqaylik. Masalan, do'stlaringiz sizga bu kelar haftada hafta oxirida nima ish qilsan, palayak berib montaj qilib kelaylik yoki bo'lmasa, ma'ruzuvalik bayramda yoki yangi yillik bayramda nima ish qilsan, palani ishni qilaylik desa, I don't really have plans for now. Let's play it by ears. I don't really have plans right now. Let's play it by ears. Bo'lsa, hozircha hech qanday planim yo'q, konkret bir ishni bekitmadim, ammo shu vaqt soat kelgan chog'da qani qaraylik, bo'la bir gap, shu choq bo'lsin degan ma'noda. Number 4, to keep an eye on something.
Uyg'ur tilida deymiz-ku, ko'z quloq bo'lib qo'yish, ingliz tilida to keep an eye on something. Ma'lum bir narsaning ustida bir ko'zni saqlab qolish so'zma-so'z tarjima qilsangiz, bu dal biz Uyg'ur tilida deydigan ko'z quloq bo'lib qo'yish degan ma'noni ifodalaydi. Masalan, ma'lum bir do'stlaringizga yoki ma'lum bir odamga falonchiga ko'z quloq bo'lib qo'y demoqchi bo'lsangiz, bu odam sal gumonliq qilib turdi. Men toza ishonchim yo'q, uningga bir ko'z quloq bo'lib qo'y demoqchi bo'lsangiz, please keep an eye on him. Please keep an eye on her. Buningga ko'z quloq bo'lib qo'y. Keep an eye on somebody or something. Yani masalan, oilada ma'lum bir aylan toza tomoq qilyapti-da, toza uni buni qo'rib degandek tomoq qilayotgan vaqtida uni telefon sayrab ketib qoldi. U telefonni ham telefoni olmas bo'lmaydi. Bunda vaqtida siz nima deysiz? Siz berib telefonni elib va men ko'z quloq bo'lib qo'yay tomoqqa, men qozonga qarab qo'yay deymiz-ku. Ash ahvolni go answer your phone. I'll keep an eye on the food. You can go answer your phone. I will keep an eye on the food. Men qozon qo'mishqa, tomoqqa ko'z quloq qo'yman, sen telefonni elib deyamanda. Number 5. To be all ears. To be all ears. Buni Uyg'urchada qanday tarjima qilishni bilmadim. Men sizga misol beray. Cho'qim yaxshi tushuna olasiz. Agar siz tarjimasini bilsangiz ostiga yozib qo'ying. Bilmasangiz mayli, balkim bo'lmasligi mumkin. Bu normal. Faqat tushunib olsangiz ham bo'ldi. To be all ears deganimiz nima degan gap deganda, so'zma-so'z tarjima qilsangiz ozroq tushuna olasiz. To be all ears. Ma'lum bir ishni qilyapsiz, yoki siz telefonda yoki xizmatda yoki u ishda bu ishda qo'lingiz qiymatli, biraylar sizga shunda bir ishni tushuntirib, bir muhim ish to'g'risida so'zlab ketdi, lekin siz diqqatingizni toza berolmayapsiz, chunki qo'lingizda boshqa ish bor. Bu chog'da siz deysiz, please hold on a second, let me finish this and then I'll be all ears. Number 6. To give somebody a hand. Ma'lum biraylarga qo'l berish. To give somebody a hand deganimiz xuddi biz Uyg'ur tilida aytgan, xuddi yo'l bergin, yo'l izlaganlarga, qo'l bergin, qo'l izlaganlarga degandek, boshqalarga yordam qilish, yordam qo'lini sunish, To give somebody a hand deganimiz boshqalarga yordam qo'lini sunish deganga o'xshash ma'no ifodalaydi. Boshqalarga yordam qilish degan ma'no bo'ldi. To give somebody a hand, to do somebody a favor. O'xshash ma'noda to help somebody degan gap, boshqalarga yordam qilish degan gap. Intan ko'p so'raydi turmushda qanday ahvolda ishlasangiz bo'ldi? Can you do me a favor? Could you give me a hand? Could you give me a hand please? Please do me a favor. Please give me a hand. Bularning hammasi o'xshash ma'noda give somebody a hand, do somebody a favor. O'xshash ma'noda to help somebody degan gap. Men yordam qila, bir yordam qila degan gap. Number 7. To be head over heels in love with somebody. Boshdan faqat gapni qo'shmadi-da, bu mashinalar ko'ch qo'ydi degan. Mikrofonni bo'lgan bo'lsa, aniq suzib chiqadi ovoz, ammo shu boy deganda kamerarimda sal chataq chiqib qolg'ash, uni chetib qo'ydigan mikrofonimni tang ishlatmadim, kechirsizlar. Okay, number 7. To be head over heels in love with somebody. Boshdan oxir birsiga, so'zma-so'z tarjima qilsangiz, boshdan shu topongacha, shu pashnagacha birisini yaxshi ko'rib qilish degan gap. Bu ifoda shaklini men burun muhabbat nomli videorimda mush yilning beshida deb bo'lgan. Ya'ni nima degan gap deganda shu qarg'ulachi emas, hamda majnunlarcha ma'lum birisini yaxshi ko'rib qilish, ziyod yaxshi ko'rib qilish, shu muhabbatning qaynimiga cho'kib ketish degan ma'no ifodalaydi Uyg'ur tilidagi. To be head over heels in love with somebody. Boshdan oxirgacha saranglarcha shu muhabbatga g'arq bo'lish degan gap. Masalan, voy bu Fatima alayda xo'shalg'u yoki bo'lmasa Sajida Xatima bugun alayda xo'shalg'u nim bo'ldi desa, voy u Fatimani yoki bo'lmasa Xatimaning nimish bo'lganini uqmadingmi? U qiz majnunlarcha oshiq hozir, oshiqi bir qaror bo'ldi, shunga ziyoda xo'shal, ziyoda kayfiyat yaxshi. She's head over heels in love with somebody. He's head over heels in love with somebody degan gap. Number 8. To lose your heart to somebody. Ma'lum biraylar uchun yuragingizni yo'qotib qo'ydingiz degan gap. Aqlingizni yo'qotib qo'ydingiz, aqlingizni adashdingiz degan gap. Demak, o'xshashlam ma'lum biraylarga oshiq bo'lish,
Demak, aşık bo'lgan vaqtingizda kallangizni yo'qotib qo'ysiz, ko'zingizni yo'qotib qo'ysiz, aqlingizni yo'qotib qo'ysiz va yuragingizni yo'qotib qo'ysiz degan gap. Number 9, to get cold feet. To get cold feet deganimiz shu ingliz tili ishlatadigan davlatlarning madaniyatida intan ko'p ishlatildi. Bir cho'ng faoliyatlar yoki intan cho'ng bir murosimlarga oldin tayyorlik qilingan, oldin mustaq cho'ng tayyorliklar qilingan, mustaq bir cho'ng muhim bir bo'lgan faoliyat yoki mustaq bir murosimlar uchun tayyorliklarni qildingiz, jafolarni chekdingiz. Eng oxirgi mustaq bir halqiliq paytga borgan vaqtida ziyoda jiddilashib ketdingiz, to'g'ri bo'lmagan yoki aqlan bo'lmagan ma'lum bir qarorlarni chiqarishni o'ylab qoldingiz, sal aqlingizdan esib qoldingiz yoki siz bak jiddilashib ketdingiz, ham qo'rqib ketdingiz. Mushkil ahvolni qanday deymiz degan chog'da to get cold feet. Buni ko'pincha holatda shu to'y ishiga kelgan chog'da bakrak ishlatildi. To'ylarni planladingiz, tayyorliklarni qildingiz, nurg'un jiq tayyorliklar bo'ldi. Eng oxirida at to'y yoki bugun to'y degan degandilar yoki at to'y degan vaqtdilar, mayli qiz taraf bo'lsin yoki o'g'il taraf bo'lsin, ziyoda jiddilashib, qo'rqib ketib, nima qilarini bilmay, yoki qarorlarini o'zgartirib degandek mustaqsaranlarcha bo'lib qolsa, are you getting cold feet desak, bunu Uyg'ur tilida qanday deyishni bilmadim, chunki Uyg'ur tilida buni mos keladigan so'z yo'q bo'lishi mumkin, ifoda shakli yo'q bo'lishi mumkin. Bu shu sen qo'rqib qilyapsan, sen jiddilashib ketib borsa, bu bir jiddilik, o'tib ketadi, hamma ishlar yaxshi o'tib ketadi degan gap. He's having a cold feet, she's having a cold feet, are you having a cold feet? deganlarning hammasi shu jiddilashib ketib boramsan ziyoda, putung to'nlab ketib boramdi degan gap so'z tarjima qilsak. Number 10, to cost an arm and a leg. Nim degan gap desak, bir ulash va bir parcha ketdi, sarf qilindi, hajlandi degan nim degan gap desangiz, intayin qimmat to'xtadi degan gap. Masalan, chiroyli mashinada bir naydi oldingiz, ta'lingiz keldi. Ammo do'stlaringiz kelib bu yoki boshqalar, "Voy, bu ajab yaxshi mashinada bir naydi olibsan, qanchalik to'xtadi" desa, "Voy, gapini qilma. Mana intayin qimmat to'xtadi, nurg'un badallar, chiqimlar bo'ldi." demoqchi bo'lsangiz, bu yerdagi chiroyli shu maqsadlaringizni ifodalashning chiroyli ifodalash shakli bo'lsa, "It cost me an arm and a leg." Bir bilikim bilan bir pochqim ketdi degan gap so'z tarjima qilsangiz, hamda demoqchi bo'lsangiz, intayin qimmat to'xtadi, nurg'un badallar to'laldi buni elish uchun degan gap. Yoki bo'lsa, "My marriage cost me an arm and a leg." This car cost me an arm and a leg. Okay, masalan, ma'lum bir do'stingiz yoki boshqalar sizga "Falan narsani olayli, adash mashina qilayli, mashina mablag' solayli, yoki bunday narsani olayli" desa, sal qimmat to'xtab ketib qolarmikin, sal badal to'lab ketib qolamizmikin degan gapni ifodalash uchun qanday deysiz deganda, "Well, it's gonna cost us an arm and a leg." Bir parcha bilan bir bilak ketib qolarmikin, shunaqa degan gap. Intayin qimmat to'xtab ketib qolarmikin degan gap. Okay guys, that's all for today. Thanks for watching and make sure you subscribe to my channel and please share the video and give me a thumb up. Do'stlaringiz yoki ma'lum bir aylan sizga "Falan ishni qilayli, falan narsani olayli" desa, sal qimmat to'xtab ketib qolarmikin, mushu sal